Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve l'âkıbetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Seyyidina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aldı bilen alemlerinin Rabbi Allah subhanahu ve ta'alaga pak hamdu sana ve süymlük Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge pak durut salamlarımızı yollagan dekin. Qadirli qirnaşlar Ustaz Muhammed Yusuf Qalamga ağan Farzandlarimizni qandaq tarbiylaymiz mavzuluq programmamizning 21 soatini anglashinglarni chin qalbimizdan qarshi olamiz. Biz o'tgan soatdagi programmamizda rostchilik bobimizga kelib to'xtagandik. Inshaalloh bugun bu bobdan davomlashtiramiz. Aldı bilan Rabbimiz Alloh subhanahu va taolodan bizlarga dunyo oxiratda ko'zlarimizning nuri bo'ladigan dinimiz, milletimiz, vatanimiz uchun en güzel işlerini ro'yobga chiqaradigan nihoyatda solih, taqvodor farzandlarni ato qilishini va ashundoq farzandlarni tarbiyalashga muyassar qilishini tuvanchilik bilan so'raymiz. Mikrofon oldida qayrindishinglar Abdulloh Yalqun. Rastchilik islom axloqining eng ahamiyatliklaridan biri bo'lib, bolalarga bu axloqni yerlashtirish ishi kichikidan boshlandi va ko'p tirishchanlik talab qilindi. Bolalar kichikidan rost so'zlashga odatlantirilsa, ular cho'ng bo'lganda bu axloq ularning kundalik yurish-turishlarining va jimi harakatlarining ayrilmas bir parchasiga aylandi. Rastchilik güzel axloqning tayisi bo'lib, bütün yaxshiliklarning ro'yobga chiqishi rastchilik va samimiylikdan boshlandi. Aksicha, rastchilik bilan samimiyat bo'lmagan ishda yaxshilik bo'lmaydi. Ota-ona va muallim bolalarga rost so'zlashda ulgu bo'lishi, ularning oldida qat'iy yolg'on so'zlamasligi, hatto chaqchaq qilib bo'lsa-mu bolalarga yolg'on aytmasligi zarurdir. Chunki 10 yoshning ostidagi bolalar ko'pincha rost bilan chaqchaqning farqini ayirib ketolmaydi. Ammo ular gap so'zlari va barliq ish harakatlarida ota-onasini yoki muallimini taqlid qiladi. Ulardan o'rganadi. Payg'ambar alayhissalom bolalarga kichikidan tortib islom axloqini, xususan rostchilikni o'zlashtirishga zo'r ahamiyat beradi. Bolalarni va ota-onasini ko'zatdi, xatoliklarga tuzatish beradi. Abdullah ibn Amir mundaq deydi: Bir kuni onam meni uyga chaqirdi. Kirsam Payg'ambar alayhissalom uyimizda ekan. Onam menga "Kel, sana bir narsa beraman" dedi. Payg'ambar alayhissalom onamdan "Balangizga nima bermoqchi?" deb so'radi. Onam "Xurma berarman" deb javob berdi. Bu vaqtda Payg'ambar alayhissalom onamga "Agar siz balangizga bir narsa bermasangiz, sizga bir yolg'on aytganning gunohi yoziladi" dedi. Bu hadis Abu Davudning Sunani Abu Davud nomli hadis to'plamidagi hadis. Payg'ambar alayhissalom bu hadisda bolalar bilan muomala qilishning umumiy prinsipini o'ttirg'a qo'ygan bo'lib, bolalarga to'g'ri va adolatli muomala ko'rish haqqi bo'lgan insondir. Shunga bu hadis sharif ota-onaning ularni aldash, ularning haq-huquqlarini dafsanda qilish haqqi yo'q degan haqiqatni e'lon qilgan. Kichiklarga yolg'on aytish gunoh jihatda cho'nglarga yolg'on aytganga o'xshashdir. Balki xatiri texmi cho'ngroqdir. Chunki kichiklarga yolg'on aytganlik ularga yolg'onchilik babida amaliy dars berganlik hisoblanadi. Buningda xatarlik yolg'on bormi? Ota uyda bor turib, bolasiga "Meni so'raganlarga meni uyda yo'q" degan deyishning o'zi gunoh jihatda eng cho'ng, xatar jihatda eng xatarlik yolg'ondir. Yana otaning bolasiga bir narsa elib berishga va'da qilib, uningga vafo qilmasligimi eng xatarlik yolg'on bo'lganning ustiga aldamchilikdir. Mundaq otaning bolalari uningga qandaqmi ishonch qilsin, uning so'zlariga qandaqmi ishonsin, uning nasihatlarini qandaqmi qabul qilsin. Bolalarni rostchilikka odatlantirishda ularga amaliy ulgu bo'lish, yolg'onchilikning gunohi va xatiridan ogohlantirish, rostchilik haqidagi qissalarni so'zlab berish, ularning gap so'zlarini ko'zitib turish qatorliq usullarning hammasini qo'llanish kerak. Muhim bo'lgani bolalarni rostchilikni so'yadigan, rostchil kishilarni hurmatlaydigan, yolg'onchilikdan nafratlanadigan, yolg'onchilarni yomon ko'radigan qilib tarbiyalab chiqishdir. Buningda g'alaba qilgan odam
ularni boshqa go'zal axloqlarga odatlantirishdimi cho'qim g'alaba qiladi. Endi omonat bo'limiga keldik. Omonat boshqalarning haq-huquqini qo'g'dash deganlik bo'lib, har ishda ishonchlik bo'lish degan ma'noni bildiradi. Ishonch inson hayotidagi eng qimmatlik va tangdoshsiz angushtarlardan biri bo'lib, dunyoda kishilarning ishonchisiga erishishdan ortiq boylik bo'lmasi kerak. Yer shari nupusining 4dan 1ga yaqin insonning Muhammad alayhissalomning diniga ergishib ketayotganligidagi asosli g'alaba Muhammad alayhissalomning ishonch nuqtasidan yagona shaxs bo'lganligidan bo'lsa kerak. Omonat islom dinida eng asosli axloqdan sanaladi. Omonatning nima ekanligini hamma odam yaxshi biladi. Ammo ba'zi kishilar omonat o'z ichiga oladigan ma'nolarning hammasini to'liq bilmaganlik yoki uningga ahamiyat bermaganlikdan omonatga nisbiy muomala qiladi. Masalan, birov men omonatga hargiz xiyonat qilmayman, chunki menga qo'yilgan omonatni egasiga vaqtida topshiraman deydi. Bu nihoyat yaxshi. Ammo bu u kishiga topshirilgan omonatning hammasi emas, balki omonatning muomala ishlaridagi bir turi xolos. Omonat so'zi omonat qo'yilgan pul, mol va tovarga o'xshash moddiy narsalarni ifodalagandan boshqa ma'naviy boyliqlarni mu shundaqla nurg'unlagan cho'ng ma'nolarni mu ifodalaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Ya ayyuhallazina amanu la takhunulloha var rasula va takhunu amanatikum va antum ta'lamun. Ya'ni iymon etganlar, Allohga, payg'ambarga xiyonat qilmanglar. Sizlarga qo'yilgan omonatlarga bilib turib xiyonat qilmanglar deb ko'rsatgan. Sura Anfal 27-oyat. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Sizlar menga 6 ishni kapolat beringlar. Men sizlar uchun jannatga kapolat qilaman. So'zlaganda rasulullohlar, va'da qilsanglar uningga vafo qilinglar, omonat tutsanglar uni vaqtida ado qilinglar, avratinglarni zinodan saqlanglar, ko'zinglarni haromdan saqlanglar, qo'linglarni yomon ishlardan va haromdan yig'inglar. Bu hadis İmam Ahmadda tilga ilingan hadis. Yana bir hadisda omonatni saqlay olmaydigan odamda iymon bo'lmaydi degan payg'ambarimiz. Bu hadismi ham İmam Ahmad rivoyati. Ishonchdan qolib qolgan odamning kishilarning nazarida o'lik tirikligining farqi bo'lmaydi. Undaqlarning jismi tirik bo'lsa-mu, o'zlari o'likdir. Boshqalarning haq-huquqiga rioya qilish, xiyonat qilmaslik, aldamchilik qilmaslik degan ma'nolarni o'z ichiga olgan omonat bolalarning qalbiga kichikidilla selib mustahkamlash zarur bo'lgan islom axloqidir. Payg'ambar alayhissalomning kichik vaqtidan boshlabla qavmi tarafidan berilgan unvoni amin, ya'ni ishonchlik degan shonliq unvon edi. Ular payg'ambar alayhissalomni toki payg'ambar bo'lganiga qadar Muhammad amin, ya'ni ishonchlik Muhammad deb chaqiradi. U payg'ambar bo'lgandan keyinmi arablar uning diniga qarshi chiqqan bo'lsa-mu, uning rostgil, durust odam ekanligini maqtaydi. Kishilar uningga va diniga dushman bo'lib turib, qimmatlik narsalarni uning yanida omonat qo'yadi. Ishonch degan ana shunday karomatlik xislatdir. Alloh taolo haqiqiy nijotlikka erishadigan mu'minlarning sifatlari qatorida ularning ishonchlik ekanligini maqtab mundaq degan: "Vallazina hum li amanatihim va ahdihim ra'un." Ya'ni ular omonatlarga va bergan va'dalarga rioya qiluvchilardir. Sura Mu'minun 8-oyat. Xo'sh, endi kishilik munosabatning ko'chti ishonchdan ko'klaydi degan mavzu. Ishonchdan iborat bu buyuk axloq bilan sug'urilmagan har qanday bir munosabat yuzaki bo'ladi. Uningda samimiyat tepilmaydi. Ulug' olim Yusuf Xas Hojib ishonch to'g'riliq mundaq degan: Ishonch qalbga tutashgan yo'l. Bu yo'l qalbni qalbga bog'laydi. Ishonch qalbni yuritadigan mash'al. U orqali ruhiy dunyoni yuritqili bo'ladi. Ishonch degan samimiyat, u orqali kishilar yuragini olqinida elib mardoni yuralaydi. Ishonchdan mehr-muhabbat, sadoqat tug'iladi. Kishilik munosabatning ko'chti ishonchdan ko'klaydi. Ishonchdan mahrum qilsa, qurib, qoqishal bo'lib qoladi. Yar Muhammad Tahir Tug'luqning Qoida usullarimiz nomli asarining 390-betidan. Rost degandek, tarixda ishonchdan nurg'unlagan xosiyatlik ishlar maydonga kelgan. Ishonchsizlikdan
nurg'un tragediyalar yuz bergan. Xo'sh, endi bolalarni omonatga rioya qilishga qanday ko'ndirish kerak? Birinchi, bolalarni omonatni qo'g'daydigan, birovning haqqiga tajovuz qilmaydigan qilib yetishtirib chiqishda yanali birinchi omil ota-onaning ulgulik roli bo'lib, u har zaman hal qilg'uch o'rinda turadi. Chunki bolalar ota-onasidan nima bo'lsa shuni oladi. Ota-onada omonatlarni qo'g'daydigan, ishonchga yaraydigan axloq bo'lsa, bolalarmi omonatni qo'g'daydigan va ishonchga yaraydigan bo'lib chiqadi. Navoda ota-ona buning aksichi bo'lsa, shaksizki bolalarmi shunday bo'ladi. Balki ota-onadanmi oshiribroq qiladigan bo'lib yetishidi. Dunyoda hech kim bolalarining xiyonatkor bo'lib qolishini yoqtirmaydi. Undaqda bolalarga ishonch babidimi yaxshi ulgu bo'lishimiz lozim. Ikkinchi, insondagi tug'ilma mijoz bo'lgan shaxsiyatchilikka rioya qilgan holda ish ko'rish. Masalan, bolalardagi hammani o'zining qilib olg'usi keladigan, boshqa bolalarning chiroyli ko'ringan narsalarni elib oladigan va o'zining narsasini hech kimga berishni xohlamaydigan shaxsiyatchilik ruhiyati ular yeshiga to'lishdan burun boshlandi. Ondan yeshining ilgirlashiga qarab bu shaxsiyatchilikmi taraqqiy qilib mangadi. Hatto ba'zi bolalar ko'ziga chiroyli ko'ringanli narsani so'ramasdan yonchuqiga selib oladi. Bolalarning mundaq qilgani o'g'irlikqa kirmaydi. Chunki ular buni tushunmaydi. Ota-onaning qilishga tegishlik vazifasi bolaga chiroyli tushuntirishga tirishishdan iboratdir. Masalan, bola boshqasining o'yinchiqini elib olib qaytarib berishga unamay turib olsa, uningga "Balam, bu o'yinchiq sana taalluq emas. U paloni bolaning o'yinchiqi. Uni qaytarib berishimiz kerak. Navoda seninkini elib olgan bo'lsa, senmi beorom bo'lading emasmi? Qarig'ina, u bola ranjib qoldi" deganga o'xshash so'zlar bilan chiroyli tushuntirib qoyil qilishimiz lozim. Uchinchi, bolaning ahvolini ko'zitib turish. Pat-pat uning yonchuqini va so'mkasini oqtirib ko'rish. Agar o'ziga oid bo'lmagan biror narsani saqlagan bo'lsa, hatto biror tal qalamchig'liq oddiy narsa bo'lsa-mu, u kimning qandoq oldi, nima uchun oldi, surishti qilib, uni egasiga qaytarg'izish va shu munosabat bilan boshqalarning narsasini so'ramasdan elishga bo'lmaydiganligini tushuntirish kerak. Bolalarga yana ayrim ishkab qilib berib, o'zining narsa keraklarini ayrim tutadigan qilib ko'ndirish orqali bolaga shaxsiy mulkka aloqador bilimlarni o'rgatish kerak. Bolalar o'zining narsa keraklarini o'zi ayrim tutadigan, uning ijozatisiz boshqalar uningga tegmaydigan bo'lganida, ularda bir-birining narsa keraklarini asraydigan va so'ramasdan olmaydigan axloq yetiladi. 4. Bolalarning aralashadigan do'stlarining axloq va diyonat jihatda qaysi saviyada ekanligini ota-ona bo'lg'uvchilar cho'qim bilishi lozim. Undaq bo'lmaganda bolalar jamiyatdagi axloqsizlikning qurboni bo'lib qoladi. Payg'ambar alayhissalom odam aralashgan kishisining qiliqini qiladi. Birovning qanday odam ekanligini bilmoqchi bo'lsang, uning aralashayotgan do'stiga qarag'in degan. Bu hadis Imom Tirmizining Sunanut Tirmizi nomli hadis to'plamining 2378-hadisi. Ba'zi ota-onalarning doim "Balamni palonining balasi buzivatdi" deganini anglab turamiz. Amaliyotda boshqalarning balasi hargizmi balamizni uyimizga kelib buzib qo'yib ketmaydi. Balki aralashish jarayonida balamiz uning yomon qiliqlarini o'rganib qoladi. 5. Bolalarning qalbiga oshkora va yushrin butun ishlarda Alloh taolo meni ko'rib turibdi degan qanoatni mahkam o'rnatish nihoyat zarur. Chunki Alloh taolodan qo'rqadigan bolalar boshqalarning haq huquqiga tajovuz qilmaydi, omonatga xiyonat qilmaydi va hamisha ishonchli bo'ladi. Tunda sir saqlashdagi omonat. Bolalarga yana sir saqlashni o'rgatish va har qanday sirni oshkora qilmaslikka odatlantirish lozim. Chunki sir saqlay olmaslik cho'ng bir yetersizlik bo'lganidan tashqari odamni eng cho'ng gunohlarga ilib boradigan yomon illatdir. Payg'ambar alayhissalom birov so'z qilib etib atrofga qarab etsa, bu so'z omonatdir degan. Bu hadis Abu Davud, Tirmizi, Imom Ahmad qatorliqlarda rivoyat qilingan. Bu hadisning ma'nosi ikki odam so'zlashib etib, ulardan birining o'ng va so'liga qarab etganligi bu so'zni anglayotgan uchinchi bir shaxs bor yo'qligidan xotirjam bo'lish uchun ekanligiga ishorat qiladi. Natijada bu so'z boshqalar anglab qolsa bo'lmaydigan sir bo'lib, omonat so'zga aylandi. Uni saqlash tabiiy holda anglag'uchining ustiga omonat bo'lib belgilandi.
Bundaq ahvolda uni bu sir, buni hech kimga demang deyish hojatsiz. Tilni saqlash. Tilni saqlashdan maqsad yaxshi so'zni qilish bilan birga yomon so'zlarni qilishdan saqlanish deganlikdir. Afsuski, insonning eng igi bo'lolmaydigan narsasi uning tili bo'lib, ba'zi insonlar ozroq ochiqini bosolmasdan og'zini qo'yib beradi. Tillaydi, so'kidi, haqoratlaydi, g'ayvat qiladi, gap to'shuydi, masxara qiladi. So'zlayotgan inson og'zidan chiqayotgan so'zlarning xatirini va cho'ngliqini his qilmaydi. Ma'lumki, insonning og'zidan chiqqan so'zlar yo uni yuqori martabalarga ko'taradi, yoki uni eng to'van darajalarga tushirib qo'yadi. İnsan og'zidan chiqqan har bir so'ziga mas'ul va javobgardir. Alloh taolo Qur'oni Karimda ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ya'ni u qandoqli bir so'zni qilmasin, chuqum uning yanida ko'zitib turgan va yezishga hozir bo'lgan farishta bo'ladi, deydi Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo Sura Qafning 18-oyatida. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: İnsan o'ylamasdan Allohning g'azabini keltiradigan biror so'zni qilish bilan do'zaxiy bo'lib ketadi. Bu hadis İmam Buxoriyning Sahihul Buxoriy nomli hadis to'plamining 6113-hadisi. Payg'ambar alayhissalom yana mundaq degan: İnsanning qalbi tuzilmaguncha uning iymoni tuzalmaydi. Uning tili tuzalmaguncha uning qalbi tuzalmaydi. Bu hadis İmam Ahmadning Musnadul İmam Ahmad nomli hadis to'plamining 13071-hadisi. Xo'sh, endi bolalarning tilini tuzashda ota-onaning roli degan babimiz. Oldi bilan har qanday ota-ona va muallim bolalarga chiroyli so'z qilishda ulgu bo'lgan holda o'zlari yomon so'z qilishdan tilini saqlashi lozim. Navoda kichik bolalar axloqqa zid keladigan yomon so'zlarni qilsa, uni kulib o'tkazib o'tmasdan vaqtida ogohlantirish berishi va tilni yomon so'zlardan saqlashning zarurligini bildirishi to'liq muhim. Chunki bolalarning boshqalarni taqlid qilib yomon so'z so'zlashini kulib o'tkazib o'tish, ularni shunday yomon so'zlarni qilishga tashabbus qilganlik bo'lib qoladi. Bolalarga payg'ambar alayhissalomning mu'min odam degan boshqalarni tillaydigan, la'nat o'qiydigan, satgap qiladigan, yomon so'z qiladigan bo'lmaydi degan hadisini o'qib berish lozim. Bu hadis İmam Tirmizining Sunan-ut Tirmizi nomli hadis to'plamining 1977-hadisi. Bolalar to'li vaqtlarda bunday yomon so'zlarni ochiqqa kelganlikdan emas, faqat so'zmanlik qilg'usi kelib muqillib tashlaydi. Bu vaqtda ota-ona va har qanday bir tarbiyachi ularga ularning og'zidan chiqayotgan bunday so'zlarning iymonga zid keladiganligini, shunga kishilarga aziyat beradigan, ko'ngillarni ranjitadigan bunday yomon so'zlarni qilish yaxshi bolalarning ishi emasligini chiroyliqcha tushuntirishi lozim. Payg'ambar alayhissalom bir kuni gunohlarning eng cho'ngi birovning o'z ota-onasiga la'nat qilishidir deganda, sahobalar: "Ya Rasululloh, inson qandoqmi o'z ota-onasiga la'nat qiladi?" deb so'ragan. Ondan payg'ambar alayhissalom ularga: "Bu birov yana birovning ota-onasini so'kkinida, uningmi so'kkishining ota-onasini so'kkiniga o'xshash" degan. Bu hadis İmam Buxoriyning Sahihul Buxoriy nomli hadis to'plamining 5628-hadisi. Bu hadisdan shuni tushunishga bo'ladiki, siz birovni uning ota-onasini tishlab tortib tillasangiz, u sizning ota-onangizni tishlab tortib tillaydi. Bu vaqtda siz o'z ota-onangizni tillagan bo'lasiz. Chunki uning tillashiga sabab bo'lg'uchi siz emasmi? Yana bir tarafdan islomiy go'zal axloqdan nasiva ololmagan, og'zi buzuq odam odatda ota-onasiga hamisha or-nomus keltiradi. Bu uning ota-onasiga bolalarini yaxshi tarbiya qilmaganligining vaqtliq jazosi bo'lishga yetarlik. Bolalarga boshqalarni ayiblamaslik, so'kmaslik va masxara qilmaslik haqida yetarlik tarbiya berish ota-onaning burchidir. Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi: Bir kuni payg'ambar alayhissalomga bir kishining bo'yining pakarligini aytgan edim. Payg'ambar alayhissalom menga: "Siz shundoq bir yomon so'zni qildingizki, agar bu so'zingiz dengiz suyiga aralashtirilsa, uni albatta bulg'avatgan bo'ladi" dedi. Bu hadis Abu Davudning Sunan Abi Davud nomli hadis to'plamining 4875-hadisi. Hadisda ko'rganimizdek, payg'ambar alayhissalom birovning o'z ixtiyorida bo'lmagan, balki yaratilishiga munosabatlik oddiy bir so'zni qilishning Alloh taolaning nazarida
qanchalik cho'ng va xatarlik gunoh ekanligini eskartgan. O'ylab boqaylik. U insonning pakoligi Alloh shundoq pako yaratgan bo'yini. Bo'yining pakoligini so'zlaganda payg'ambar alayhisalom qaysi darajada ogohlantirish berdi onamiz Aisha radhiyallohu anhaga. Ajdodlarimiz gapning so'ngi yo'q deb to'g'ri aytgan. So'zning og'izdan chiqishi o'ng'ay bo'lgani bilan, ammo uning hisobini berish qiyindir. Payg'ambar alayhissalom g'aybatni to'nishtirish, uningdan to'sish va uning yomonligini bayon qilish niyati bilan bir kuni sahobalardan g'aybatning nima ekanligini bilamsizlar deb so'raydi. Sahobalar Alloh va uning payg'ambari yaxshiroq biladi deyishidi. Shu vaqtda payg'ambar alayhissalom ularga g'aybat degan birov haqida u yomon ko'radigan so'zlarni qilishdir deydi. Sahobalardan biri o'rnidan turib, uning haqida aytganlarim rost bo'lsa-ku deb so'raydi. Payg'ambar alayhissalom uningga javob berib, uning haqida aytganlaring rost bo'lsa, uning g'aybatini qilgan bo'lasan. Navoda uning haqida aytganlaring yolg'on bo'lsa, uningga qora chaplagan bo'lasan deydi. Bu hadis Imom Muslimda tilga ilingan hadis. Birovning oldida aytilsa, u ranjib qiladigan so'zlarni u yo'q yerda aytish uning g'aybatini qilganlikdir. Buningga binoan birovning chiroy shakli, qiyofati, nasabi, millati, axloqi, yurish turishi, yurti va uning o'ziga munosabatli bo'lgan har qanday narsa haqida u yo'q yerda aytilgan yomon so'zlar albatta g'aybat qatoriga kiradi. So'z og'izdan chiqmasda odam uni boshqargan bilan og'izdan chiqib ketgan so'z odamni boshqaradi. Jumladan g'aybat, shikoyatmi og'iz yoki yiziq orqali taraydigan buzg'unchilik xarakteridagi so'z cho'chak, ig'vo, fitna fasod bo'lib, u insoniyat dunyosini bulg'ab, ma'naviyatni zaharlaydigan alvasti xarakterlik kasal, ma'naviy rakdir. Shuning uchun ota-onalar bolalarining so'z va harakatlarini hamisha ko'zitib, tuzitish berib turishi va o'zlari bolalarining tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan so'zlardan har zaman tilini saqlashi lozim. Qadrli qarindoshlar, shuna qilib farzandlarimizni qanday tarbiyalaymiz mavzuliq kitobimizniki 21-sonni mush yerda vaqt e'tibori bilan oxirlashtiramiz. İnşallah yeni bir qatımlıq sanımızda yeni bir mavzu dini ve milli kimlikni qo'g'dash mavzusi bilan 22. sonda agar Rabbim ömür berse ko'rishkichaslarni Janobi Allohga topshiramiz. İcabetlik dualaringlarda bizler uchun ham duo qilib qo'yishinglarni umid qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.